Diqqat xalq tezkor xabar. O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Joriy yilning 13-17 iyul kunlari O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Havo harorati eng issiq kunlarda respublikaning katta qismida 41-43 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarda 44-46 darajagacha ko'tariladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda dam olish kunlari havo harorati 43 darajagacha ko'tarilishi haqida xabar berilgan edi. Diqqat, yonilg'i inqirozi. Endi avtomobillarga davlat raqami bo'yicha benzin beriladi. Rossiyada yoqilg'i taqchilligi sabab ayrim hududlarda avtomobillarga davlat raqamiga qarab benzin sotish tartibi joriy etilmoqda. Rossiyada davom etayotgan yoqilg'i inqirozi fonida bir qator hududlarda benzin sotuviga cheklovlar kiritilmoqda. Bir martada sotib olish mumkin bo'lgan yoqilg'i hajmiga limit o'rnatish bilan birga, ayrim hududlarda avtomobillar davlat raqamiga qarab yoqilg'i quyish tizimi joriy qilingan. Xorij ommaviy axborot vositalarining yozishicha, yangi tartibga ko'ra, juft kunlarda davlat raqami juft raqam bilan boshlanadigan yoki tugaydigan avtomobillar, toq kunlari esa toq raqamli avtomobillar yoqilg'i quyishi mumkin. Qayd etilishicha, cheklovlar ham mahalliy hokimiyatlar ham yonilg'i quyish shoxobchalari tarmoqlari tomonidan joriy etilmoqda. Ayrim ayoqishlarda benzin umuman mavjud emas. Mavjud shoxobchalarda esa haydovchilar uchun navbatlar duch kelmoqda. Shuningdek, ba'zi hududlarda bir martada sotib olish mumkin bo'lgan benzin hajmi ham cheklangan. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.